Implant qo'ydirishdan oldin buni bilishingiz shart. Implantatsiyadan qo'rqasizmi? Og'riq, shish va uzoq tiklanish davri sizni qo'rqityaptimi? Zamonaviy stomatologiyada bunga yechim bor. Bugungi kunda tishlarni navigatsion implantatsiya usulida tiklaymiz. Bu nima degani? Biz operatsiyani avval kompyuterda 3D formatda millimetrgacha rejalashtirib olamiz va siz uchun maxsus yo'naltiruvchi shablon tayyorlaymiz. Bu usulning foydasi nimada? Milklar kesilmaydi. Operatsiya atigi 10-15 daqiqa davom etadi. Og'riq va shishlar deyarli bo'lmaydi. Biz klinikamizda dunyoga mashhur Janubiy Koreyaning premium ostem implantlaridan foydalanamiz. Bu 99% gacha muvaffaqiyatli ildiz otish va umrboqiy kafolat degani. Eng asosiysi, bunday yuqori sifat klinikamizda atigi 2 million so'mdan boshlanadi. Vaqtingizni va asablaringizni tejang. Mukammal tabassumga Yasini Medical bilan erishing.